Mana bu ko'rib turganimiz mol teri. Haliroq aytganimdek, bizning hududlarda O'zbekiston sharoitida 3 xil terilardan foydalanishadi. Ot teri, tuya teri va mol teri. Eng mashhuri mol teri bo'lganligi sababi mol bizda qoramolchilik, uylarda, mahallalarda, fermerlarda qora mollar juda ko'pligi. Yana bir qiziq ma'lumot, Samarqandda esa faqat mol teri ishlatiladi. Sababi Samarqand hududida, sharoitida tuya va otni uchratish, uni iste'moli juda kam bo'lgani sababli mol teri juda mashhur bizda. Buxoro viloyatida, o'sha Navoiy, Buxoro taraflarda asosan tuya teri qoplashadi, chunki u yoqlarda tuya ko'p. Toshkent vodiy taraflarida ot ko'p bo'lgani sababli iste'molda ham ot ko'p uchratilinadi. Doiralarga asosan ot teri qoplashadi.